Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari, bizni uzoqdan kuzatib borayotgan do'stlar. Barchalaringga alangali salom. Musofirda yurgan do'stlar, barchalaringga alangali salom. Do'stlar, qish faslimiz ham keldi. Bu yilgi o'sha silius o'tlarimizdan mana katta qoplarga qoplab joylab qo'yganmiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, bu tarafda ham mana bu tarafda 6 ta qopda bo'lsa katta qopda, bu tarafda 3 ta, ya'ni 9 ta qopda mayda qoplari bilan qo'yingki 5 tonna bu yerga g'amlaganmiz. Bu yilgi qishki sezonga. Ya'ni xonadonimizda ukamning mollari, qo'ylari bor. O'shalarga ozuqa sifatida. Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana bu yerda o'sha bizning tilimizda endi biz ko'k deymiz. Nima deb aytiladi endi bilmayman, shipana deydi, ismaloq deydi. Bunaqalar ham mana hozircha sovuq urgani yo'q. Ko'rib turganingizdek.